Endi sizlar bilan yana bir marta kaloriya haqida ozgina ma'lumot olamiz. Har bitta qadoqli, boya aytib ham o'tdim, har bitta qadoqli mahsulotimizning orqasida, любой mahsulot orqasida kaloriyasi, uglevodi, oqsili, yog'i aniqlangan bo'ladi. Bu bejizga emas. Biz har bitta kirayotgan og'zimizga ushoni ham даже mana shu bitta shokoladchi kichkina, to'g'rimi? Bu to'yim bermaydi, lekin kaloriyasi juda ham baland. Xo'p, shu mahsulotlarni og'zimizga kirayotgan, ichimizga iste'mol qilayotgan, ya'ni biz iste'mol qilayotgan mahsulotlarni kaloriyasini aniq bilishimiz nima uchun shart? Biz qancha mahsulot yeyotganimizni, qancha kilokaloriya qabul qilayotganimizni va qancha sarflayotganimizni bilishimiz juda ham muhim. Ya'ni ozishga maqsad qo'ygan qizlar uchun. Xo'p, kaloriyasini o'lchamasa yoki shokolad yemasa ozmaydi deb aytyapsizmi deyishingiz mumkin. Biz ham juda hamma narsani cheklab qo'ymaganmiz. Hamma narsani olib yeb ozsa bo'ladi. Faqatgina men aytayotganim, bu tez och qoldiradi, lekin ko'p kaloriya beradi. Xo'p, xuddi shunga o'xshash mahsulotlarni sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Mana shu vaflini oladigan bo'lsak, orqasiga qaraymiz. Tak. Endi qarang. Bu o'rtacha 440 kilokaloriya ekan. Qizlarjoylar, bu bittagina vafli, karamelli vafli. Buni bitta o'tirishda bitta emas, ikkita ham emas, uchta ham emas, 4 ta, 5 ta yeb qo'yish mumkin. Agar juda ham yaxshi ko'rsa, bemalol 5 tagacha yeb qo'yish mumkin. Endi 5 ni ko'paytirib ko'rsak, 440 ga necha gramm bo'ladi? Ko'p kaloriya bo'ladi. No, o'zi kichkinagina, to'yim qilsa bermaydi qizlarjoy. Biz nima uchun o'lchab yeyishimiz kerak? Chunki biz yeyotgan nonni ham, bulchkani ham, suxarikka ham o'zining kaloriyasi bor. Agar bularni nazorat qilmasdan, ya'ni o'lchamasdan yeydigan bo'lsak, biz ichimizga qancha kirayotganini biz bilmaymiz. Qancha sarflayotganini ham bilmay qolamiz va shu tarzda umuman ozolmaymiz qizlarjoylar. Ortiqcha yukdan biz ketolmaymiz. Endi bu uchun nima qilish kerak? Har bitta kaloriyani tepada aytganimdek aniqlash kerak. Ya'ni mana bunaqa narsaga taroziga tortamiz. Tarozidan tortilgan javobini, masalan, 33 gramm non deb aytaylik. Xo'p, mana nonimizdan olamiz. Qani nonimiz qancha chiqardi? Nonimiz 56 gramm chiqdi. O'rtacha 56 gramm chiqdi. Buni grammini, ya'ni kilokaloriyasini qanaqa aniqlaymiz? Telefonim hozir video olyapti, shuning uchun og'zaki ketaman. ChatGPT qismiga kirasizlar, ya'ni programmaga kirasizlar va tepada zapros turadi. Zaprosida yozasizlar, mana shunaqa vafli deb. Yashkino vafli deb yozasizlar. Yokida mana bu ba'zi bir lekin har bitta qadoqda bo'ladi. Ba'zi bir qadoqlarda esa faqatgina yog', uglevod va oqsillar yozilgan bo'ladi. Ular bilan birgalikda ham biz bemalol kaloriyasini aniqlab olsak bo'ladi. Bu degani nima degani? Biz oqsillarni va uglevodlarni 4 ga ko'paytiramiz. Ya'ni grammini 4 ga ko'paytiramiz. Xo'p, endi sizlar bilan kaloriyasi ko'p tomondan kaloriya past tarafga qarab o'tib boramiz. Mana Bounty'ni aytdim. 240 o'rtacha 240 kilokaloriya saqlayotgan, bu to'ydirmaydi. Xo'p, endi mana buni aytdim. Endi qarang. Endi bu vaflicha, o'zi kichkinagina, bunda to'ymaymiz, 440 grammini ham aytdim. Xo'p, endi mana bu choka krem. Hammani bolalari sevadi, o'zi ham sevadi. Juda ham bir sevimli bo'lgan choka kremimiz. Nutellami farqi yo'q, chokotellami farqi yo'q. Shu shokoladni pasta. Ya'ni har bir 100 grammda 576 kilokaloriya bor ekan. 100 grammni adashmasam bir 3 qoshiqmi chiqadi. Xo'p, 576 kilokaloriya tasavvur qilasizmi? Har 100 grammida. 100 grammni biz o'tirishda yeyolmaymiz. Xo'p, yarmini yesak ham qancha bo'ladi? Почти 300 kilokaloriya bo'ladi. Shuning uchun qizlarjoylar, hozir sekin sog'lom tarafga o'tganimizni o'zingiz tushunib olasizlar. Xo'p, buni bu yerga qo'yib turamiz. Endi mana bu nima edi? Xo'p, ketchup oladigan bo'lsak, ketchupning kilokaloriyasi kamroq ekan. Lekin hammasini mazza qilib o'tirib yemoqchi bo'ladigan bo'lsangiz,
anchagina kaloriya ketib qoladi. Xo'p, endi mana shu suvni ko'radigan bo'lsak, qizlarjonlar. Suvni ko'radigan bo'lsak, bu 300 kal ekan. 300 kal bu 1 litrida. 1 litrida 300 kalga teng ekan. Buni biz bemalol bir ichishda, masalan, o'rtog'imiz bilan yoki hech kim bo'lmasa ham o'zimiz bemalol ichib qo'ya olamiz. Piyolalabmi, stakanlabmi 5 ta, 4 marta, 6 marta ish qilayotganimizda yoki bu narsa tayyorlayotganimizda bemalol ichib olishimiz mumkin. Shuning uchun bu kilokaloriya shuncha qabul qilib bo'ldik degani va uncha ovqat yemaymiz deb aytilgan. Endi plitkalar haqida aytadigan bo'lsam, men plitka olib chiqish esimdan chiqib qolibdi. Shuning uchun plitka haqida ma'lumot beraman, lekin o'zini ko'rsatmayman. Qizlarjonlar, qaranglar, mana shuni plitka qilib oladigan bo'lsak, agar bitta butun plitkani yeb qo'yadigan bo'lsak, bizda o'rtacha 580 kilokaloriya kiradi. Bu degani siz qancha yurishingiz kerak uni chiqarish uchun, qancha mashq qilishingiz kerak uni chiqarib tashlash uchun. Shuning uchun inobatga olamiz. Xo'p, endi plitka shokoladda ham har xil bo'ladi, foizligi bo'ladi. Qizlarjonlar, uni foizi bo'lsa ham unchalik ko'p farq qilmaydi. Chunki foizi kam bo'lgan sari kakaoning miqdori ko'payadi va o'sha kakaoning miqdori ko'paygan sari kilokaloriyasi ham albatta ko'payadi. Shuning uchun o'rtacha 580 kilokaloriya ketkazadi, ya'ni 580 kilokaloriya beradi, bemalol ayta olamiz. Xo'p, endi masalan, mana bu olmani oladigan bo'lsak, bu olmani tortganman o'rtacha 200 grammli olma. Agar bu qo'limizga mana buni oladigan bo'lsak, ya'ni buni grammini tortamiz 55 gram. Bu 200 gram. Buni yesak to'yimlimi, buni yesang xo'p, buni ham qo'ying. Biz buni bittasiga to'ymaymiz qizlarjonlar. Bu o'rtacha 90, 100, 95, 100 ga ham bormaydi. Buni kilokaloriyasi 200 grammli olma. Bu 200 gram, mana bu 55 gram. Buni kaloriyasi 228 kaloriya. Mana bu tasavvur qiling, 50 gram, 200 gram. 200 gramga yetish uchun 200 gram shokolad bo'lishi uchun nechta shokolad qo'yishimiz kerak ekan? Yana 3 ta, 2 talik bounty qo'yishimiz kerak ekan. Grammini bir xil bo'lish uchun. Grammi bir xil bo'lgan taqdirda ham buni kaloriyasi 90, 100 atrofida, buni kaloriyasi 228, 230, 240 atrofida bo'ladi. Tasavvur qilasizmi? Qarang farqini.